Ya assalomu alaykum. Biz mana Batken telekanaldan keldik da buna. Abdulla Taysho mana o'rtib 500 so'mga berib aytadi buna. Jamani keltirma shuni. Damulla mana shu gaz dovasi o'tadi. 490 qilgan o'ribdi, 500 so'm qildi Damulla. Abdulla xato berib aytadi. Vaqsh bermayman deb aytadi. Tust qara. Xudo xolasa o'rik o'ydaga jo'nab turib tug'anlar o'rikdi. O'rladi-da. O'ringizlar bo'lsa bakkam saqtangizlar. Damlarga beringizlar. Yashintingizlar. Bozorda eng qiymat olayotgan mana shu Damulla ekan xudo xolasa. Kim bargaga uyda olsa? O Damulla. Uyda olsa ham olaverasan? Olaverasiz. Bo'ldi ana. Damulla qayrlingizlar buna. Eng qiymat olayotgan xudo xolasa. Alpaq tarozi qo'yasan. Ana. Taroziga ham o'zim beraman. O. Chiqishga pul olasan. Erkak savdo. Qancha puli? 500. 500. Ana. Ey uka. Piyora deb men seni hurmat qilaman. Taroziga men beraman. Ana. 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 Buni onas keldi onas. Onas. Onas, mana suv o'tgandan qarangizlar ana. Aji, Alloh verib chanqab qoldi. Aji qaysidan ichayin? Kimisidan ichayin? Ke. Qo'y. Ana. Aji suv az soat. Ajini hurmatiga qo'y. Chalab qo'yib berdi tazi. Ajini hurmatiga. Ya qo'y. Allah razı olsun Hacı. Alo tasbih. Uydan ham olaverasan? Bo'ldi, mana Hacıga ham qayrlingizlar, kim o'rib olsa. Mana piyora keldi, mana chiqishga olmadim. Taroziga chiqib. Anas chesin bunu? Taroziga ham o'zim oldida pul beraman. Allah razı olsun Hacı Kambon. Yine aşıp ketdi mo'ljalida. Safarova, mal bozorning gavidan ayting o. Mal bozorning gavidan. Nega qiyin berdi?